Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Güzel daqiqalarda yana uchrashdik. Men do'stinglar Almira To'xti. Aldırmang. Jafoliq kunlarim o'tib ketadi. Hayotlikda nurg'un qiyin ishlar, nurg'un o'ngsizliklar bor. Siz eng qiyin ahvolda qolganda qo'lni sunib, sizni o'ziga torta oladigan odam, sizning salobatlik vaqtlaringizda sizga xushomad qiladigan odamdan ko'p yaxshi. Dunyoda sizni kamsitadigan kishilar sizga kang qo'rsaqlik qiladiganlardan ko'p. Sizga haqiqiy kang qo'rsaqlik qila oladigan kishilar atrofimizda sanoqliqlar. Lekin kang qo'rsaqlikning cheki bo'ladi. Biz boshqalarning bizga yaxshi muomala qilishini ko'zlasak bo'lmaydi. Boshqalarning yaxshilikqa javob qaytarishni bilishimiz kerak. Shundala boshqalarning kang qo'rsaqligiga erishimiz. Hayotda qanchalagan kishilar sizga chin ko'ngildan yordam qiladi. Qanchalagan kishilar faqat yasalmalik bilan kun o'tkazadi. Qanchalagan kishilar kayningizdan sizni masxar qiladi. Yana qanchalagan kishilar sizga shartsiz yaxshi muomala qiladi. Tafsiliy o'ylab baqsangiz, shuni bilalaysizki, chin ko'ngilning hammasi tepiluvsiz boylik. Hamma odamning sizga yaxshi muomala qilish notayin. Lekin sizga yaxshi muomala qiladigan odamga yo'liqqanda cho'qim yaxshi qadrlang. Hayotda nurg'un jafoliq kunlar bo'ladi. Lekin bu jafoliq kunlarda biz ko'ngil bo'ladigan kishilar, shundaqla bizga chin ko'nglidan yaxshi muomala qiladigan kishilar bor. Ular har qancha jafo tortsa-mu, jafo his qilmaydi. Boshdan oxir turmushga umid bilan qaraydi. Turmushda qayg'u, hasrat, xushallik, baxt, erishish, yo'qotish bo'ladi. Mayli qandaq ish yuz berishdan qat'iy nazar aldirmang. Hamon hal qilish usuli bo'ladi. Voz kechmang, chekinmang. Boturlik bilan yuzlaning, aman o'tib ketadi. Jafo his qilganda o'zingizni erkin tuting. Ba'zida o'zingizni erkin qo'yib etib, aram eling. Hech qisi yo'q. O'zingizni xushal qilishni biling. Og'rinmang. Har vaqt umidvor yashang. Hamma ishning eng yaxshi o'rlashtirish ekanligiga ishoning. Hayotda yaxshi turmushni asta-asta kutib olish uchun hamisha bir mazgil jafoliq kunlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Kunlar jafoliq o'tayotganda aldirmang, og'rinmang. Astoydil yashayotgan har bir odam eng oxirida yaxshi javobga erishadi. Jafoliq kunlarmi faqat vaqtliq, mangulik emas. Faqat siz tirishni, jafo tortishni xohlasangizlar, undaqda jafoliq kunlarmi nihoyat tezli o'tib ketadi. Jafoliq kunlar faqat kishilik hayotga bir xil sog'lomlik xolos. U sizni vaqtincha yiqitsa-mu, lekin sizning davomli ilgarilishingizni to'sib qola olmaydi. Siz cho'qim o'zingizga ishonishingiz, boturlik bilan o'rningizdan turib, jafo mushaqqatga chidab kurash qilishingiz kerak. Shunda qilgandila ondan boshqalardan eshib keta olaysiz. Odam bu umrda badal to'limiz javobga erisha olmaydi. Bo'ron chapqini boshdan kechirmasa, Hasan Husanni qandoq ko'ra olasin? Shunga hayotda o'tkili bo'lmaydigan qiyinchilik, o'tkili bo'lmaydigan jafoliq kunlar bo'lmaydi. Faqat siz bardoshlik bera olsangizlar, voz kechmasangiz, yaxshi kunlar sizni kutib turadi. Jafo chekkanda o'zingizga ozroq vaqt, kelgusiga ozroq umid bering. Qallingizdan o'tkazolmay qolmang. Hamma ishning yaxshi bo'lib ketadiganligiga ishoning. Hayot bir mazgil jafoliq bo'ladi. Lekin bir umr jafoliq bo'lmaydi. O'zingizga ishoning. Jafoliq kunlar hamon o'tib ketadi.
qancha jafoliq bo'lgan sari shuncha aldiraqsanlik qilishga bo'lmaydi. Oson yo'lda mengishni o'ylashga texim bo'lmaydi. Turmushda oson yo'l yo'q. Agar bor bo'lsa, har bir qadamni puxta besish eng yaxshi oson yo'l hisoblanadi. Odam qancha aldirgan sari ishni shuncha yaxshi qila olmaydi. Biror ishga yo'liqqanda ko'ngli tinchlantirgandla ondan texim yaxshi hal qilish usulini topqili bo'ladi. Tamkinlikni va hamma ishga parvosizlik bilan yuzilinishni o'rgangandala har qancha jafoliq kunlarmi o'tib ketadi. Shuning uchun atingizga ishining, atingiz teximi go'zal.